Assalomu alaykum, Jahongir kanalining aziz obunachilari va doimiy ravishda kuzatib boruvchilar, hurmatli aka-ukalar, opa-singillar, sizlarni mana shunday bugungi Qurbon hayit bayrami bilan tabriklayman. Mana shunaqangi yaxshi kunlar hayotlaringizda ko'plab bo'lib, mana shunaqangi bayramlar uchrashib turishlik, yaxshi videolar orqali ko'rish turishlik nasib ro'za aylasin. Har bir aka-ukalarimizni, opa-singillarimizni ishlariga omad, kelgusi hayotlariga muvaffaqiyat tilagan holda mana shu bugungi bayramni yana bir bor chin ko'nglimdan, chin qalbimdan tabriklaymanki, har birlaringga muborak bo'lsin. Yanagi yillar ham mana shunaqangi Qurbon hayit bayramlarida mana shunaqangi shirin so'zlar bilan bir-birimizni tabriklashlik va video orqali bo'lsa-da ko'rish turishlik nasib ro'za aylasin. Yana bir bor tabriklayman. Salomat bo'linglar. Xudo xolasa inshaalloh mana shunaqangi yaxshi videolar chiqarib, bir yaxshi ishlar chiqarib, sizlar bilan ko'rishguncha deb qolaman. O'zlaringni asranglar, ishlaringga omad, hamma vaqt xursandchilik sizlarni tark etmasin.